Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan pedagogika mahorat asoslari va tarkibiy qismlari haqida gaplashamiz. Va uni ko'rib chiqadigan mashg'ulot rejalari bu pedagogik mahorat tushunchasi, pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari, nutq texnikasi, pedagogik nizo va zamonaviy pedagogik imij. Pedagogning o'z-o'zini kasbiy va shaxsiy takomillashtirib borishi. Avvalambor, pedagogik mahorat tushunchasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, e, pedagogik mahorat bu o'quv jarayonining barcha shakllarini eng qulay va samarali e, holatda tashkil etish, ularni shaxs kamoloti maqsadlari tomon yo'naltirish, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ularda jamiyat uchun zarur bo'lgan faoliyatga moyillikni uyg'otishdir. Va pedagogik mahorat umuman fan haqida bir necha faktlarga to'xtalib o'tamiz. Bu pedagogik mahorat asoslari umuman bu fan pedagogik mahorat Makarenko nomi bilan bog'liq. Ya'ni Makarenko u ijtimoiy muammoli bolalar bilan ishlashda yuksak pedagogik mahorat ko'rsatgan. e, namunasini ko'rsatgan. 1988 yilda UNESCO tomonidan Makarenkoning 100 yilligi bag'ishlab Makarenko yili deb e'lon qilingan. Fan sifatida shakllanishi u umuman 1979 yilda pedagogik mahorat asoslari fani yaratildi. Fan Ukraina pedagogik instituti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan. Barcha pedagogik oliy ta'lim muassasalarida esa o'qitila boshlangan. Va pedagogik mahorat tushunchasi umuman mahorat deganda mana o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini uyg'unlashtirish, ya'ni bu shaxsiy fazilatlari mehribonligi, insonparvarligi, kasbiy sifatlari esa bilimdon, ijodkorlik, fidoyilik hisoblanadi. Va ta'lim tarbiya jarayonida yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi. Pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari inson va uning qiziqishlari, ehtiyojlari va xohish-istaklarini oliy qadriyati, milliy g'oya va mafkura asosida mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish, fuqarolik va vatanparvarlik, ijtimoiy hamkorlik, ma'naviy va axloqiy yetuklik, tolerantlik, mehr va muhabbatni o'z ichiga oladi. Tarkibiy qismlaridir. Kasbiy bilimlar esa falsafiy, sotsiologik, ijtimoiy va metodologik, psixologik, pedagogik, maxsus, ya'ni ma'lum fanga oid metodik, fanni o'qitish metodikasi, kompyuter savodxonligi, lingvistik komponentlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik qobiliyati mana akademik, didaktik, gnostik, kommunikativ, tashkilotchilik, perseptiv, prognostik, suggestiv, ekspressiv, kreativ kabi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik mahorat, ya'ni pedagogik madaniyat va texnikada esa intellektual madaniyat, siyosiy madaniyat, axborot madaniyati, mustaqil fikrlash madaniyati, muloqot madaniyati, nutq madaniyati, pedagogik odob, o'z-o'zini boshqara olish, birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Va biz keyingi o'sha rejamizda nutq texnikasi bu o'qituvchi faoliyatida eng asosiy vositalar, ya'ni asosiy qurollardan hisoblanadi. Ya'ni bu nutq. Nutq bu umuman tildagi mavjud ifoda vositalaridan foydalangan holda reallikka aylangan fikr bo'lib, ikki xil ko'rinishda bo'ladi: ichki nutq va tashqi nutq. Ichki nutqda umuman inson umuman ongida hosil bo'ladigan, lekin buni til elementlari orqali amalga, ya'ni yuzaga chiqarmaydigan, faqatgina shu fikrlashi, mulohaza yuritishi, o'ylashi hisoblanadi. Tashqi nutqda esa ijtimoiy hodisa bo'lib, o'qituvchi mulohazali va fikrning til vositalari, nutq organlari ta'siri va harakatlari bilan real tovush sifatida yuzaga keladigan nutq. Pedagogik psixologik adabiyotlarning tahlili asosida nutqning quyidagi o'ziga xosliklarini ajratib olishimiz mumkin, ya'ni ko'rsatishimiz mumkin. Bu nutqning funksiyalari, ya'ni funksiyalari bu muloqot jarayonida kerak, shaxsga ta'sir ko'rsatishda, ta'lim va tarbiya jarayonlarida asosiy vosita sifatida vazifa bajaradi. Shakllari esa tashqi va ichki nutq. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tashqi va ichki nutqlar bu tashqida, ya'ni og'zaki monolog, dialog, polilog, yozma, doklad, referat, annotatsiya va boshqalar bo'lishi mumkin. Ichki nutqda boya aytganimizdek fikr yuritishi, o'ylashi, tahlil qilishi. Nutq texnikasi pedagog ovozning kasbiy sifatini, ya'ni tembr, intonatsiya, diksiya, temporitmlar
o'z ichiga oladi. Nutq faoliyat turlari uch xil, ya'ni o'qish, gapirish va yozish hisoblanadi. Nutq uslublari esa ilmiy, rasmiy, so'zlashuv, badiiy, ommabop bo'ladi. Nutqqa qo'yiladigan talablar talaffuzning aniqligi, ifodaviyligi, emotsionalligi, diksiyaning tushunarligi, tovushlarning aniq talaffuz qilinishi, obrazlilik, nutq madaniyati, so'zdan foydalanish qoidalariga rioya qilish va temporitmga amal qilish. Nutq egallashda yo'l qo'yadigan kamchiliklar esa monotonlik, temporitmning oshib ketishi, noto'g'ri diksiya, so'zlarni noo'rin qo'llash, til qoidalarini buzish hisoblanadi. Va nutq texnikasida yana bir asosiy jarayon bu nafas olish. Nafas olish nafaqat nutq texnikasi uchun, balki inson hayoti uchun umuman organizmga hayot bag'ishlovchi fiziologik hodisa hisoblanadi. Va ya'ni funksiya hisoblanadi va shu bilan birga u nutq energiya bazasi ham bo'lib, nutq so'zlayotganda nafas olish bu fonatsion, ya'ni nafas olish deyiladi, ya'ni renga tovush deyiladi va buning to'rtta etapi bor, ya'ni ko'rinishi bor. Yuqori nafas, ko'krak nafas, diafragma ishtirokidagi nafas, diafragma qovurg'ali nafas hisoblanadi. Va bularning ta'rifini quyida berib o'tamiz. Va tovush. Tovush nima? Tovush chiqarilayotgan havo hiqildoqdan o'tish paytida ovoz pardalarining tebranishi natijasida vujudga keladi. Ovoz esa tomoqdan, ya'ni o'pkadan tomoq orqali kelayotgan havoni ovoz paylari orqali o'tishida hosil bo'ladi va og'iz bo'shlig'i yordamida kuchayadi. Ovoz maxsus mashq qilib turilmasa, ya'ni pedagog umuman inson ovozni mashq qilib turmasa, u u ba'zan yo'qolib ketadi va o'z xususiyatini yo'qotadi, o'zini xarakterini, kuchini, obrazliligini, emotsiyasini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun pedagog faqat nafaqat kasbiy, balki shaxsiy fazilatlarida, umuman vositalarida ovozni ishlab turish kerak. Va ovoz apparati uch qismdan iborat. Bu generator, rezonator tizimi, energetika tizimi. Generator esa ovoz generatsiyasi ovoz paylarida hosil bo'ladi. Bunda og'iz bo'shlig'ining roli kam, juda ham kam bo'ladi. Ovoz paylari shovqin va tonlarni farqlaydi. Rezonator tizimi esa bunda tomoq, halqum, burun bo'shlig'i va og'iz bo'shlig'i qatnashadi va ular ovozning kuchini, ya'ni statikasini va dinamikasini ta'minlaydi. Energetika tizimi esa o'pkadan kelayotgan kuchli nafasning miqdori va tezligini ta'minlaydi.